Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. Pensiya oshadimi? Gaz uchun yangi tariflar nimani anglatadi? Yangi hisob kitoblar qanday yuritiladi va oddiy odam bundan qanday xulosa chiqarishi kerak? Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, gazdan foydalanadigan har bir oila uchun muhim. Chunki tarif o'zgarsa, hisob kitob o'zgaradi. Hisob kitob o'zgarsa, oy oxiridagi to'lov ham o'zgaradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olish kerak, kimlar shoshilmasligi kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p oilalarga pulini, vaqtini va asabini tejashga yordam beradi. Avval gaz uchun hisob kitob odamlarga nisbatan oddiyroq ko'rinardi. Hisoblagich ko'rsatkichini topshirasiz yoki xodim kelib ko'radi. Iste'mol qilingan kub metrga amaldagi tarif ko'paytiriladi va umumiy summa chiqadi. Kimdir kam ishlasa kam to'lardi, kimdir ko'p ishlasa ko'p to'lardi. Lekin amalda hamma narsa bunchalik sirlik emas edi. Ayrim xonadonlarda hisoblagich eski, ayrim joylarda ko'rsatkich vaqtida yuborilmagan. Ba'zi oilalarda qarzdorlik yig'ilib qolgan. Yana ayrimlarda imtiyoz yoki kompensatsiya bor yo'qligi aniq bo'lmagan. Endi esa odamlarni xavotirga solayotgan savol shuki, yangi tariflar joriy qilinsa, pensiya oshadimi, oshsa ham gaz to'lovini qoplashga yetadimi? Yangi hisoblar eski qarzlarga ta'sir qiladimi? Pensionerlar uchun alohida yengillik bo'ladimi? Men bu savollarga tartib bilan javob beraman. Birinchi muhim jihat: pensiya oshishi va gaz tarifi oshishi bir-biriga bog'liq bo'lib ko'rinsa ham, ular alohida qarorlar asosida yuritiladi. Pensiya odatda davlat byudjeti, ijtimoiy himoya siyosati, inflyatsiya va aholining daromadini qo'llab-quvvatlash zarurati asosida qayta ko'rib chiqiladi. Gaz tarifi esa energiya resurslari narxi, yetkazib berish xarajatlari, tarmoqni ta'mirlash, import va ichki ishlab chiqarish xarajatlari. Shuningdek, aholini tejamkorlikka undash kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Demak, pensiya oshdi degani avtomatik ravishda gaz to'lovi yengillashdi degani emas. Gaz tarifi oshdi degani esa hamma bir xil darajada ko'p to'laydi degani ham emas. Bu yerda asosiy farq iste'mol hajmida. Kim oyiga 900 kub metr gaz ishlatsa, uning to'lovi boshqa bo'ladi. Kim 300 kub metr ishlatsa, mutlaqo boshqa summa chiqadi. Ayniqsa qish oylarida gaz bilan isitiladigan uylar uchun bu masala juda sezilarli bo'ladi. Shahar xonadonida faqat ovqat pishirish uchun gaz ishlatilsa, to'lov uncha katta sakramasligi mumkin. Lekin hovlida yashaydigan, uyini gaz qozoni bilan isitadigan oilalarda yangi tariflar oilaviy budjetga jiddiy ta'sir qiladi. Men eng avvalo tomoshabinlarga shuni aytaman. Yangi tariflar haqida gap ketganda faqat bir dona raqamga qarab xulosa chiqarmang. Masalan, gaz narxi falon so'm bo'ldi degan gapni eshitib, darhol endi to'lovim 2 barobar oshadi deb vahimaga tushish noto'g'ri. Chunki ko'pincha tariflar iste'mol limitlari, bazaviy me'yorlar yoki bosqichli hisob kitob bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatda ma'lum hajmgacha gaz bir narxda, undan oshgan qismi boshqa narxda hisoblanadi. Shuning uchun hisobni to'g'ri tushunish kerak. Masalan, oddiy misol olaylik. Bir oila oyiga 100 kub metr gaz ishlatdi. Agar bazaviy tarif shu hajmgacha amal qilsa, ular nisbatan yengilroq to'laydi. Ikkinchi oila esa oyiga 400 kub metr ishlatdi. Ularning barcha gazi bir xil narxda emas, balki ma'lum qismi pastroq, limitdan oshgan qismi yuqoriroq tarafda hisoblanishi mumkin. Natijada ikkinchi oilaning umumiy to'lovi faqat iste'mol ko'pligi uchun emas, balki yuqori bosqichga o'tgani uchun ham oshadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi har bir xonadon gaz sarfini kuzatish kerak. Oldin ko'pchilik oy oxirida qancha chiqsa to'laymiz deb yurardi. Endi esa hisoblagichni haftada bir marta ko'rib borish, ayniqsa qishda juda muhim. Agar siz birinchi 10 kunda juda ko'p gaz sarflaganingizni ko'rsangiz, oyning qolgan qismida tejash choralarini ko'rishingiz mumkin. Bu oddiy nazorat bo'lsa ham yakuniy to'lovga ta'sir qiladi. Birinchi navbatda gaz bilan isitiladigan katta hovlilarda yashaydigan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Uy katta bo'lsa, deraza eshiklardan sovuq kirsa, qozon eski bo'lsa, gaz sarfi yuqori bo'ladi. Bunday oilalar tarif o'zgarishini juda tez sezadi. Masalan, 4 xonali hovlida yashaydigan oila qishda oyiga 500-700 kub metr gaz ishlatishi mumkin. Agar uy issiqlikni yaxshi ushlamasa, hatto undan ham ko'p bo'ladi. Bunday sharoitda yangi tarif bo'yicha to'lov eski odat bilan ishlatishda sezilarli oshadi. Ikkinchi guruh doimiy daromadi past oilalar
ayniqsa faqat pensiya hisobiga yashaydigan keksalar. Agar bitta pensioner yolg'iz yashasa, gazdan ko'p foydalanmasa, to'lov uncha katta bo'lmasligi mumkin. Lekin yolg'iz pensioner hovlida yashasa, qishda bitta xonani isitish uchun ham gaz sarfi bo'ladi. Pensiya oshsa ham kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon narxlari ham bor. Shuning uchun bunday insonlar ijtimoiy yordam, subsidiya yoki kompensatsiya tartibini albatta tekshirish kerak. 3-guruh hisoblagichi nosoz plombasi buzilgan. Ko'rsatkichi noto'g'ri chiqayotgan yoki uzoq vaqt ko'rsatkichi topshirmagan xonadonlar. Bunday holatda eng katta xavf tarifning o'zida emas, noto'g'ri hisob-kitobda bo'ladi. Agar hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida berilmasa, ayrim hollarda o'rtacha iste'mol bo'yicha hisob chiqarilishi mumkin. Keyin real ko'rsatkich aniqlanganda katta farq paydo bo'ladi. Odam men bunchalik ishlatmaganman deydi. Tashkilot esa hisoblagich bo'yicha shuncha chiqdi deydi. Bunday nizolarni oldini olish uchun hozirdanoq ko'rsatkichlarni rasmga olib, sanasini saqlab borish kerak. Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, gazdan faqat ovqat pishirishda foydalansangiz, hisoblagichingiz ishlayotgan bo'lsa va har oy to'lovni vaqtida qilsangiz, vahima qilishga asos yo'q. Sizning asosiy vazifangiz tarifni bilish, hisoblagich ko'rsatkichini to'g'ri yuborish va ilovada yoki shaxsiy kabinetda hisobni tekshirish. Bunday oilalarda gaz sarfi odatda past bo'ladi. Masalan, 2 kishilik oila oyiga 15-30 kub metr gaz ishlatishi mumkin. Bunda tarif oshgan taqdirda ham yakuniy farq katta hovlidagi isitish xarajat kabi og'ir bo'lmaydi. Yana bir misol, yosh oila kvartirada yashaydi, gaz plitasi bor, isitish markaziy tizimdan. Ular oyiga 25 kub metr gaz ishlatdi. Agar tarif oshgan bo'lsa ham, to'lovdagi farq bir necha ming yoki 10 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin xuddi shu oila hovliga ko'chib o'tib gaz qozoni bilan 1 kvadrat metr uyni isitadigan bo'lsa, qishda xarajat mutlaqo boshqa darajaga chiqadi. Demak, asosiy masala tarif oshdimi degan savoldan tashqari, men qancha ishlatyapman degan savolda. Pensiya oshishi haqida gap ketganda odamlar odatda bitta narsani kutadi. Yangi miqdor qachondan beriladi va qancha qo'shiladi? Bu juda tabiiy savol. Lekin men ekspert sifatida shuni tushuntiraman. Pensiya oshirilishi rasmiy hujjat asosida belgilanadi. Kimning pensiyasi qancha oshishi uning amaldagi pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlari, ustamalari va ayrim hollarda nafaqa turiga bog'liq bo'ladi. Hamma odamga bir xil summa qo'shilishi shart emas. Ba'zan foiz asosida oshiriladi. Ba'zan eng kam pensiya yoki nafaqa miqdori qayta belgilanadi. Ba'zan ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha yordam beriladi. Masalan, bir pensioner 1 million 200 ming so'm olsa, boshqa pensioner 2 million 500 ming so'm olishi mumkin. Agar foizli oshirish bo'lsa, ikkinchi odamga qo'shiladigan summa ko'proq ko'rinadi. Lekin xarajatlar ham har oilada turlicha. Yolg'iz yashaydigan pensioner bilan nabiralari, farzandlari, kasal turmush o'rtog'i bilan yashaydigan pensionerning ehtiyoji bir xil emas. Shuning uchun pensiya oshishini faqat qancha qo'shildi deb emas, bu kommunal dori, oziq-ovqat xarajatlari fonida nimani qoplaydi deb baholash kerak. Agar gaz tarifi oshsa, pensionerlar uchun eng muhim masala ijtimoiy himoya mexanizmlarini tekshirishdir. Men ko'p hollarda shuni ko'raman, odamda yordam olish huquqi bo'ladi, lekin u murojaat qilmaydi. Sababi kimga borishni bilmaydi. Baribir bermaydi deb o'ylaydi yoki hujjat yig'ishdan charchaydi. Aslida esa mahalla ijtimoiy himoya organlari, kommunal tashkilotlar va tegishli elektron xizmatlar orqali vaziyatni aniqlash mumkin. Hamma uchun bir xil javob yo'q. Lekin so'rab ko'rish, ariza berish va hujjatni rasmiy topshirish kerak. Birinchi misol, onaxon yolg'iz yashaydi, kvartirada turadi. Gazdan faqat ovqat tayyorlash uchun foydalanadi. Oyiga 20 kub metr gaz sarflaydi. Uning pensiyasi biroz oshsa, gaz to'lovidagi o'sish unga katta zarba bo'lmasligi mumkin. Lekin dorilar, oziq-ovqat va boshqa kommunal to'lovlar bilan birga qaraganda har bir summa muhim. Bunday holatda onaxonning asosiy vazifasi qarzdorlik hosil qilmaslik, har oy hisobni tekshirish, agar qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, mahallaga murojaat qilish. Ikkinchi misol, ota-ona. 2 farzand va buvi bir hovlida yashaydi. Uy 100 kvadrat metr, qishda gaz qozoni ishlaydi. Ular sovuq oyda 7 kub metr gaz ishlatadi. Agar tarif bosqichli bo'lsa, ularning to'lovi keskin oshishi mumkin. Bunday oilada pensiya oshdi. Endi bemalol ishlatamiz deyish noto'g'ri. Aksincha, uy izolyatsiyasini ko'rish kerak. Deraza romlari zikmi, eshik tagidan sovuq kirmaydimi, qozon sozmi, radiatorlarda havo yig'ilmaganmi? Bir vaqtning o'zida hamma xona bir xil istilayaptimi?
yoki faqat zarur xonalarni isitish mumkinmi? Ba'zan oddiy rezina ziklagich qozonni tozalash, radiator tizimini sozlash bir oyda o'nlab kub metr gazni tejaydi. 3-misol. Xonadon egasi hisoblagich ko'rsatkichini 3 oy yubormagan. To'lovlar taxminiy hisoblangan. Keyin tekshiruvda real ko'rsatkich katta chiqdi va birdaniga katta summa yozildi. Odam buni tarif oshishi bilan bog'laydi. Lekin muammoning bir qismi hisob intizomida. Agar har oy ko'rsatkich yuborilganida qarzdorlik yig'ilmasdi. Xato ham erta aniqlanardi. Shuning uchun men doim aytaman, kommunal sohada eng yaxshi himoya bu hujjat rasm va vaqtida topshirilgan ko'rsatkich. 4-misol. Bir oila gaz plitasini ham, suv isitgichni ham, isitish qozonni ham ishlatadi. Uyda ko'p odam yashaydi. Bolalar tez-tez yunadi, oshxona doim ishlaydi, qishda deraza ochiq qoladi. Ular tarifdan shikoyat qiladi. Lekin iste'mol odatlarini tahlil qilmaydi. Bu yerda narxdan tashqari xulq-atvor ham rol o'ynaydi. Gaz qimmatlashgan sharoitda eski odat bilan yashash xarajatini oshiradi. Suv isitgichni bekorga yoqib qo'ymaslik, xonani haddan tashqari qizdirmaslik, derazani uzoq vaqt ochiq qoldirmaslik ham pulga aylanadi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat eski qarz va yangi tarif. Odatda qarz qaysi davrda paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha davr hisob-kitobi bo'yicha shakllanadi. Lekin agar ko'rsatkichlar vaqtida aniqlanmagan bo'lsa, davrlar aralashib ketishi mumkin. Shuning uchun eski qarzingiz bo'lsa, uni alohida tekshiring. Qaysi oy uchun, qancha kub metr uchun, qaysi tarifda hisoblangan. Faqat umumiy summa bilan cheklanib qolmang. Tafsilot so'rashga haqqingiz bor. Ikkinchi nozik jihat. Hisoblagich almashganda eski va yangi ko'rsatkichlar dalolatnomada aniq yozilishi kerak. Agar hisoblagich yechib olinsa, plombasi, zavod raqami, oxirgi ko'rsatkich, o'rnatilgan yangi hisoblagich raqami va boshlang'ich ko'rsatkichi hujjatda bo'lishi lozim. Bu hujjatni yo'qotmang. Ko'p nizolar aynan hisoblagich qachon almashtirilgan, eski ko'rsatkich qancha edi degan joydan chiqadi. 3-nozik jihat. Imtiyoz bor deb o'ylab to'lovni tekshirmaslik. Ayrim fuqarolar men pensionerman, demak menga avtomatik yengillik bo'ladi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya uchun alohida mezonlar bo'lishi mumkin. Daromad darajasi, oiladagi a'zolar soni, yashash sharoiti. Ijtimoiy reyestrdagi holat, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik kabi omillar hisobga olinadi. Shuning uchun faqat og'zaki gapga ishonmang, rasmiy tarzda aniqlashtiring. 4-nozik jihat. Gaz sarfi faqat qozonga bog'liq emas. Ko'pchilik qozonni ayblaydi, lekin uy issiqlikni ushlamasa, eng yaxshi qozon ham ko'p gaz yeydi. Tomdan issiq chiqib ketsa, deraza eski bo'lsa, devor nam bo'lsa, pol sovuq bo'lsa, tizimda muammo bor bo'lsa, gaz sarfi oshadi. Shuning uchun yechim faqat kamroq yoqish emas. Ba'zan uyni texnik ko'rikdan o'tkazish, isitish tizimini yuvish, qozonni servis qilish, termostat o'rnatish katta farq qiladi. 5-nozik jihat, ko'rsatkichni noto'g'ri yozish. Masalan, hisoblagichda virguldan keyingi raqamlar bor. Odam hammasini kub metr deb yuboradi yoki eski ko'rsatkich bilan yangi ko'rsatkichni adashtiradi. Natijada tizim katta sarf deb qabul qilishi mumkin. Shuning uchun ko'rsatkich yuborishdan oldin hisoblagich turini tushuning. Agar shubha bo'lsa, gaz ta'minoti bo'limidan yoki mutaxassisdan so'rang, rasmga olib yuboring, aniqlashtiring. Birinchi qadam. Oxirgi 3 yoki 6 oy uchun gaz hisobingizni tekshiring. Qancha kub metr ishlatgansiz, qancha to'lagansiz, qarzingiz bormi, ortiqcha to'lov bormi? Barchasini yozib chiqing. Agar ilova yoki shaxsiy kabinet bo'lsa, u yerdan ko'ring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, gaz ta'minoti bo'limiga boring yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Muhimi taxmin bilan emas, raqam bilan gapiring. Ikkinchi qadam. Hisoblagich ko'rsatkichini bugungi sana bilan rasmga oling. Rasmda hisoblagich raqami va ko'rsatkich ko'rinib tursin. Buni har oy bir xil sanada takrorlang. Masalan, har oyning 25 sanasi yoki 30 sanasi. Shunda sizda o'zingizning dalilingiz bo'ladi. Agar keyin hisob noto'g'ri chiqsa, menimcha demaysiz. Aniq rasm va sana bilan murojaat qilasiz. 3-qadam, tarifni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap qo'shnining aytgani yoki ijtimoiy tarmoqdagi skrinshot yetarli emas. Gaz ta'minoti tashkilotining rasmiy e'lonlari, hukumat qarorlari, kommunal xizmatlar bo'yicha rasmiy kanallar va shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlar asosiy manba bo'lishi kerak. Agar tarif bosqichli bo'lsa, limit qayergacha? Oshgan qismi qanday hisoblanadi? Albatta aniqlang. 4-qadam, agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsa, ijtimoiy yordam imkoniyatini tekshiring.
mahalla fuqarolar yig'iniga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Odatda sizdan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar haqidagi ma'lumot, kommunal to'lov kvitansiyalari, hisoblagich ma'lumotlari so'ralishi mumkin. Hudud va yordam turiga qarab ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun oldindan telefon qilib aniqlashtirish foydali. 5-qadam. Qarzdorlik bo'lsa, uni yashirmang va cho'zib yurmang. Gaz tashkilotiga borib, qarz qaysi davrdan shakllanganini so'rang. Agar summa katta bo'lsa, bo'lib to'lash imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Agar hisobda xato deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Arizada FI, manzil, shaxsiy hisob raqami, telefon raqami, e'tiroz mazmuni, qaysi davr bo'yicha qayta hisob so'rayotganingiz aniq yozilsin. Ariza topshirilganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini albatta oling. 6-qadam. Uyingizdagi gaz sarfini kamaytirish choralarini ko'ring. Deraza va eshiklarni ziklang. Qozonni mavsum oldidan servis qildiring. Radiatorlarni tekshirtiring. Ortiqcha xonalarni doimiy isitib qo'ymang. Xonada haroratni me'yorida ushlang. Haroratni 1-2 daraja pasaytirish ham oy oxirida seziladi. Bu sog'liq uchun xavfli sovuqda o'tirish degani emas. Bu nazoratli va aqlli foydalanish degani. 7-qadam. Oila ichida kommunal budjetni alohida rejalashtiring. Masalan, qishda gaz uchun alohida zaxira qoldirish kerak. Yoz oyidagi past to'lovga qarab, qishda ham shunday bo'ladi deb o'ylash xato. Hovlida yashovchilar uchun noyabr, dekabr, yanvar va fevral oylarida xarajat tabiiy ravishda oshadi. Agar buni oldindan bilsangiz, qarzga kirmaslik osonroq bo'ladi. 8-qadam. Hech kimga noqonuniy ulanish, hisoblagichga aralashish yoki plombani buzish kabi yo'llarga bormang. Bu vaqtincha tejash bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin keyin jarima, qayta hisob, gazdan uzilish va huquqiy muammo bo'lib qaytadi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy hisob, rasmiy murojaat va real tejamkorlik. Yangi hisob kelganda faqat yakuniy summaga qarab jahlingiz chiqmasin. Men tavsiya qilaman, avval kub metrni tekshiring. O'tgan oy oxirgi ko'rsatkich qancha edi? Bu oy qancha bo'ldi? Farq necha kub metr? Keyin tarifni tekshiring. Agar bir necha tarif qo'llangan bo'lsa, har bir qism bo'yicha alohida hisoblanganini ko'ring. Keyin qarz yoki oldindan to'lov qo'shilganmi? Penya bormi? Qayta hisob bormi? Shularni ajrating. Ko'p odam yakuniy summani ko'rib, hammasini bu oygi gaz deb o'ylaydi. Aslida u yerda eski qarz, qayta hisob yoki boshqa tuzatish bo'lishi mumkin. Agar sizga tushunarsiz bo'lsa, menga batafsil hisob-kitob chiqarib bering deb so'rang. Bu oddiy talab. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot iste'molchiga hisobni tushuntirishi kerak. Og'zaki tushuntirish yetarli bo'lmasa, yozma javob so'rang. Ayniqsa katta summa bo'lsa, buni albatta qiling. Demak, bugungi mavzuda asosiy fikr shunday. Pensiya oshishi mumkin, gaz tariflari o'zgarishi mumkin. Lekin har bir oilaning real ahvoli, iste'mol hajmi, yashash joyi hisoblagich holati. Qarzdorlik va ijtimoiy yordam imkoniyatlariga bog'liq. Shuning uchun vahma emas, aniq hisob kerak. Hisoblagichni rasmga oling, tarifni rasmiy manbadan tekshiring. Qarzingiz bo'lsa, tafsilotini biling. Pensioner yoki kam ta'minlangan oila bo'lsangiz, yordam tartibini so'rang. Gaz sarfini esa har oy nazorat qiling. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugun hisoblagishingizni tekshiring. Oxirgi kvitansiyani ko'ring va oilangiz bilan qishda gaz xarajatini qanday boshqarishni kelishib oling. Ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha to'lovdan, noto'g'ri hisobdan va keraksiz asabiylashishdan o'zini himoya qiladi. Sizning hududingizda gaz hisoblari qanday chiqyapti? Pensiya oshishi kommunal to'lovlarni qoplashga yetyaptimi yoki yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.